Ko'rasizlar, mana bu erkaklar uchun atirlar. Mana buni ikkita qatorga qo'yganlar. Bu qatorda turganlarimiz bu parfyum nevada. Bu qatorda turganlar bo'lsa tualet nevada, ya'ni suvli ifor degan ma'noni bildiradi. Bularning farqi nimada? Parfyum nevada 16 soatgacha sizda tanada ifori saqlanib turadi. U ifor borgan sari 3 ta etapga bo'linadi. Birinchi o'tkir bo'ladi, keyin nejnalashadi, keyin kayfiyatingizga qarab moslashadi va eng katta farqi uni hidlari o'tkirroqligida bo'ladi. Bu qatorda bo'lsa suvli iforlar, bular har doim ifori nejniy bo'ladi. Unaqa o'tkir bo'lmaydi. 6 soatgacha sizda ifor saqlanib turadi. Hozir men bular qaysi biri menga yoqdi, yoqmadi, ya'ni oddiy tilda aytganda qaysi biri hidi yaxshi, ya'ni shirin, qaysi biri sassiq ekanligini aniqlaymiz. Endi sizlar bilan buni farqiga boramiz. Ya'ni oddiy tilda aytganda, sassiq ekan hidi muncha deymiz yoki bo'lmasa voy zo'r ekan hidi deymiz. O'sha farqiga boramiz. Endi baribir menda jensenniy xarakter, jensenniy vkus bo'lganligi uchun ko'ramiz. Xo'p. Birinchi ko'radiganim bu o'zim bilgan va o'zim yaxshi ko'rgan Nordformen. Hidi shunaqa zo'r, nejniy, ya'ni yoz uchun. Bu yoqdi. Winter Unlimited. Bu ham normalniy. Erkaklarga xos murskoy холодный ifor. Bu ham yoqdi. Nordformenni ochroq varianti. Wow. Mash ko'proq yoqadi. Rostdan ham zo'r. Erimga mashinadan majburlab oldirgandim. Indamay sepib yuribdi. Excite. Bu ham zo'r ekan hidi. Jardani Gold'dan Essence Men. Sassiqroq. Balkim o'g'il bolalar uchun bunaqa o'tkir hid yoqar, lekin men uchun bu sassiq hid. Eclatni yashil versiyasi. Sassiq. Exotic. Sasib yotibdi. Possess erkaklar uchun asl parfyum. Sasib. Вообще menga to'g'risi endi men nima kompliment qilmayman-ku, men я просто честно говоря. Акцентант. Мне не нравится. Bu ham вообще yoqmadi. Lost in You parfyumlardan. Normalniy, yozga mos. Men's Collection. Wow. Вообще o'lib qoldim shuni degan. Men's Collection yana bitta, lekin bu dark. Yo'qmadi. Menimcha o'tkir hidlarni hammasini yoqtirmayapman shekilli. Eclat Homey. Yo'qmadi. O'tkir. Oxirgisi glitter. Qani yoqadimi, yo'qmi ko'ramiz. 50 kellik bo'ldi. Aniq ayta olmayman, ha yoki yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham erkaklarning vkusi har xil, hammaning vkusini men aniq ayta olmayman. Endi bizda 3 ta o'rin belgilaymiz.